Xayrli kun hammaga. Bizda yomg'irda 3-kuni, hali ham yomg'ir yog'yapti. Juda ham yaxshi. Aytmoqchimanki, ko'pchilik aytibdi, переключатель yo'q xonadonimda. Hozir oddiy включателdan qilsa bo'ladimi? Komanda beruvchi lampochkalarni, uzoqdan turib masofada turib lampochkalar o'chirsa bo'ladimi? Oddiy lampochkani oddiy ikkita включателdan qilsa bo'ladimi? Albatta qilsa bo'ladi. Chunki men o'zim sinab ko'rganman. Siz ham sinab ko'ring. Hozir sizga o'shani ko'rsataman. Mana shetni oldiga kelib oldik. Hozir ko'rsataman. Shetimizga yaqinlashib oldik. Mana включаторimiz oddiy включатор. Faza kirib kelyapti. Kirib kelish joyidan bittalikka kiradi, ikkitalikdan chiqib ketadi, to'g'rimi? Faza. Ikkita fazani olasiz, keyingi qismga xuddi shunday takroriy qism qilasiz. Mana shu включатор oddiyga siz nabrot kiradigan bitta joyga emas, ikkita kiradigan joyga olasiz. Bundan chiqargan tokni, fazani. Xuddi menda ham shunday qilingan, qarang. Mana shu holatda kirib keladi, ikkita chiqib, u holatda xuddi shu takror bo'ladi. Chunki lampochkamiz, mana tepada turgan lampochkamiz yakka turibdi, to'g'rimi? Mana ketdik. Переключатель qilish uchun mana shu holatda qo'yib olasiz. Fazani kirgizib, ikkitani xuddi holatda chiqarasiz dagin, uni chiqish joyiga kirgizasiz. Mana yoqdik. Yondi, to'g'rimi? Ana endi keyingi lampochkani biz o'chirishimiz kerak yoki yoqishimiz kerak, to'g'rimi? Ketdik, buni sinab ko'ramiz. Hozir keyingi lampochkadan mana boryapmiz hozir. Hozir keyingi. Mana keldik. Xuddi shu holat. Ikkita faza kirib keladi, uni chiqish joyiga kiradi. Bitta faza chiqib ketadi-da, lampochkaga ketadi. Mana ko'rib tursiz. Lampochkaga, to'g'rimi? Mana yoqamiz buni. Mana yondi. Keyingi lampochkani yoqish uchun xuddi shu holatdagina yoqamiz mana. Ana yondi, to'g'rimi? Ikkita lampochkamiz ham yondi. Mana bunisi ham yondi. O'chirdik, o'chdi. O'chirdi. Mana. Переключатор shart emas, oddiy включаторdan переключатор qilsa bo'ladi. Bu nima? Ko'pchilik aytadi, komanda beruvchi переключатор kerak deb. Komanda beruvchi включаtor bo'lmasa, mana shunday oddiy включаторni переключатор qilsa bo'ladi. Mana qarang. Yoqdik. Keyingi qismini. Uni yoqdik. Ana shunday yoniq holatda turganini biz u yerdan turib o'chiramiz. Mana yoniq qolganini xuddi shu holatga qaytib kelamiz. O'chirdik. Mana o'chdi. Shunaqa gaplar juda ham oddiy. Переключаторda bo'lmasa ham oddiy включаторdan qilsak bo'ladi. Komanda beruvchi uchun. Esingizdan chiqib ketsa, u yonda turgan oxirdagi lampochkani u tomonga включаtor qo'yib o'chirsangiz ham bo'ladi, bu yonga turib o'chirsangiz ham bo'ladi. Albatta unga qaytib kelish shart emas. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Yoqqanmasa kommentar fikringizni yozib, obuna bo'lib qo'yamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Xayr hammaga.